10% tanacha bo'lib qolib molni deb kirgan bo'lsangiz, siz kamida 4 soat o'sha nuqtada qolib ketasiz. Agarda 100% xuddi shu holat hosil bo'lsa, siz o'sha направление o'zgarayotganini sezasiz va bitimni ochishingiz bo'ladi. Rangi не имеет значения molda. Ya'ni bu yerda ataylab qo'yganman. Ko'pchilikda savol tug'iladi shu narsada. Narx o'sdi va ziloni deymiz, lekin medvejy mol, ayiq mol tushuvchi holatdagisi hosil bo'ldi. Nimaga? Chunki soya tepada 70% dan yuradi yoki o'zi va tanasi pastda, selga pozitsiyalaydi. Agarda buni rangi bu holatda bo'lganda, qizil holatda bo'lganda, ya'ni ikkalasi ham ne imеет значения, shuni o'zlari uchun aytib o'tmoqchi edim. Shu narsani savollar ko'p tushyapti bari Instagramga shunaqa temalarda ham birni aytib o'tib ketaverdim. Keyingisi. Demak, MFG strategiyamiz bu boshlanishi uchun birinchi tushunib oladigan zonalarimiz bor. Boshlanishi uchun MFG strategiyamizda bu yerda M znachogiga ko'p ozgina negativ bo'ldi, u men ismim emas. Bu yerda market Fibonacci golden ratio deyilgan yokida men modified Fibonacci grid deyman, ya'ni o'zim uchun moslashtirilgan zona. Hech qanday bu meni ismim emas, nahokoz emas, bu bor narsa bozorda, prosta o'sha narsani oddiy termin qilingan. Stop lossni to'g'ri o'rnatish, undan oldin bizda FEB strategiyasini ham, ya'ni impuls bilan birgalikda Fibonacci orqali foyda olish. Bundan tashqari hozir 4 ta strategiya o'rganamiz, bu yerga kirgizmagan ekan. Keyin savdoda vaqt ahamiyati eng qiziq narsa. Например, men 12:30 dan o'zimiz vaqtda, endi sessiyalarning xabarlaringiz bor, aziyatskiy, европейский va hokazo narsa, ulardan qaytarib o'tmayman. O'zimizda vaqt bilan hisoblab berganda oddiy qilib variant 12:30 dan 1:30 gacha bo'lgan vaqtda 15 minutlik time frame'da scalping qilishni yaxshi ko'raman, ya'ni qisqa qilib savdo qilib olish eng shakarli vaqt hisoblanadi, ya'ni ложный xarakter bo'lmaydi mana shu vaqtlar. Demak, xuddi shunga o'xshagan narsalarni keyin tushuntirib o'tamiz oxirida. Demak, biza MFG strategiya yoki FEB strategiyalarini boshlashdan oldin biza u nima haqida ketayotganini o'rganishimiz uchun keyingisi nima bo'ladi? Fibonacci haqida ma'lumot olishimiz kerak. Fibonacci bu savdo instrumenti bozorda направленияsiga qo'shilib ketish uchun yoki qaysi nuqtalardan qanaqa razvorot hosil qilish uchun qo'shimcha bitta faktor hisoblanadi. Lekin bundan oldingi vaqtlarda ham paydo bo'lgan treyderlar, masalan, o'zi professionallik sohasini yuritganda o'ziga moslashtirib uslub qilish mumkin. Kimgadir qaysi uslub zo'r, kimgadir boshqa uslub zo'r belgilangan zonalar. Demak, Fibonacci'ni birinchi tushunishdan oldin trendni tushunib o'tdik. Masalan, o'suvchi va hokazo holatlar bo'lsa, trend o'suvchi bo'lib, razvorot hosil bo'lganini sezganlaringizdan so'ng minimumdan maksimumga qarab Fibonacci tortiladi. Bu klassik model. Sizlar savol tug'ilishi mumkin, nimaga aynan bu yerga tortmadik? Minimumdan maksimumga tortmadik va ushbu nuqtani ishlatmadik. Men bu oyni aytib o'tganimdek, global va lokallardan kelaman. Demak, tasavvur qilinglar, bu globalniy holat. Narx impulsivniy harakat bir направленияda tepaga qarab o'sib ketyapti va obratniy kichik reaksiya bo'ldi. Obratniy kichik reaksiya bo'lgandan keyin bozorda ham buni ko'rsatib o'taman, minimumdan maksimumga bo'lgan nuqtada примерно 30% ga razvorot bo'lyapti. Demak, bu kuchli razvorot emas deyman. Va u ikkinchi nimani hosil qilyapti deyman? Ikkinchi minimumni hosil qilyapti. Va menda trend shakllanadi. Trend shakllangandan so'ng siz razvorot hosil bo'ldi. Oddiy qilib bu yerda nima bo'ldi? Proboy bo'lgan, ya'ni buzib o'tdi. Proboy bo'lgandan keyin men sразу nima qildim? Minimum maksimum 50% ga yaqin kelib qolyapti va menga Fiboning asosiy o'rinlari yordam beradi. Nimaga? Trend bilan hamma qo'shilib ketish uchun. Oddiy holatda, klassik holatda. Trend down trend holatlarda, ya'ni nisha tushuvchi bo'lgan holatlarda xuddi shuni navorati bo'ladi. Mana trend tepadan pastga bu yerga yozib qo'yilgan, trend tushuvchi bo'lib razvorot shakllangandan so'ng ushbu trendning bunday tortilgandan keyin siz xuddi shuni navorati trend proboy bo'lgandan keyin
Fibonacci tomonidan berilgan ma'lum bir o'rvellarni razvorotli model sifatida ishlatsanglar bo'ladi. Bu yerda ayrim bir o'rvellarni men keyin o'zim uchun olib tashlaganman. Boya aytib o'tganimdek, kimlardir qaysidir o'rvelda ishlaydi, kimlardir qaysidir o'rvelgacha ishlaydi. Demak, keyingisi bu oddiy termindir. Fibonacci asosiy darajalari, eng ko'p ishlatiladigan darajalar 23.6, 38.2, 50, 61.8, 78.6 va o'zimiz tomonidan qo'shilgan 88.2 va ayrim vaqtlarda 100 darajalari juda kamdan kam. 100 darajani ishlatish faqat stop loss qo'yish texnikasida ham bo'lishi mumkin. Ayrim holatlarda u ham 78.6 va 88.2 darajalardan kirish qilsangiz. Demak, bu Fibonacci bozor hozir aytib o'tgandek, bozor psixologiyaga asoslanadi, ya'ni trendda siz bozor bir ma'lum bir направлениеga ketayotganda razvorotdan qo'shilib olish uchun yoki-da o'sha razvorotdan qo'shilib olgandan keyin ma'lum bir направлениеga borib, o'sha zonadan yana qaytarish uchun bunga uslub kerak bo'ladi. Demak, Fibonacci bilan oddiy qilib tanishib oldik. Oddiy qilib tanishib olganimizdan keyin bizda keyin burfi boshlanib ketdi. Demak, MFG strategiyasi biz asosiy nuqtalarni davom ettirish uchun MFG ni tushuntirib o'tay. Boyna nimaga men engaging aytdim, nimaga marabozani aytdim va uchinchi holat nimaga trendga urg'u berdim, ya'ni oddiy proboyga. Engaging shamlarida men faqat shamni o'ziga fibo tortishga o'rganib qolganman. Shamni o'ziga fibo tortaman va 61.8, 50 o'rinlarida kirish uchun tochka qidiraman. Marabozada ham xuddi shunday. Trendda faqat boshqacha. Trendda qanaqa bo'ladi? Oddiy klassik nishonlash trend tanasi bilan minimalni necha foiz yopilishi kerak edi? Oddiy proboy 60-70% yopilgan bo'lishi kerak edi. Bu yerda ham xuddi shu holat kutilgandan so'ng men o'zimga Fibonacci zonaman. Ya'ni bu yerdan kirish uchun ko'pchilik nima qiladi? O'lchaydi birdaniga pastki masofani. Bay ochsam deydi, stop loss'im примерно deydi 200 punkt, 300 punkt yoki-da 100 punkt atrofida bo'lib ketdi. Unaqa stopga rozi emasman, ya'ni maydaroq stop qilmoqchiman deydi. Va holat qo'yib yubormadinglar, narx obratni qaytadi har doim. Bu holatda narx razvorot qilgandan keyin hammaga ko'rinyaptimi? Narx razvorot qilgandan keyin siz shamni qaranglar, bu holatda o'suvchi bo'lsa, ikkita terminni o'rganib olaylik. Demak, sham o'suvchi bo'lsa, ushbu fibo minimumdan maksimumga tortiladi. Sham tushuvchi bo'lsa, maksimumdan minimumga qarab tortiladi. Buni oddiy qilib tushundik. Demak, klassik proboy holatda sham 70%, 60% tanasi bilan bizga yopildi va minimumdan maksimumga Fibonacci'ni tortib qo'ydim, bo'lib sabr qilib kutdim. Ikkita xitriy texnikasi bor-da bunda. Qanaqa? Bu time frame 1 soatlik deb tasavvur qilaylik. 1 soatlik time frame, keyingisida misollar bo'ladi, hozircha nima qilamiz. 1 soatlik deb tasavvur qilaylik. Narx bu yopilgandan keyin, ushbu sham yopilgandan keyin srazu bir keyingi 1 soatlik ichida razvorot qilishni boshlasa, ya'ni MFG zonaga kelishni boshlasa, biz nima qilamiz? 15 minutlik time framedan pastki time framelarda holat qidiramiz. Balanti mumkin emas. Siz uspet qilmay qolishingiz mumkin, soya hosil qilib ketdi, qolib ketdi va hokazo narsalar bo'ladi. Kirish uchun asosiy tochka vxod nima bo'ladi? Switchnoy pattern. Mayda time frame, например, 1 minutlik, 3 minutlik, 5 minutliklarda xuddi shu holatda o'zida maydasiga e'tibor bersangiz, engulfing yoki-da maraboza va hokozoni har doim tashkil qilib beradi. Yaqinda shunaqa holat bo'ldiki, narx o'sdi deyildi va srazu qaytdi, hech nima hosil qilmasdan narx chiqib ketdi dedi. Holat bo'lyapti, bu menda ham bo'ladi mana holat. Tepaga impulsivni harakat qildi va uspet qilmadi. Demak, bu yerda основной MFG ni hali yig'gani yo'q. Ketdimi, qo'shilib olmaydi.
obratni kelishini kutinglar. Endi boshqacha texnika bo'ladi. Ya'ni 1 soat ichida keldi, не успели, какой-то момент 10 tadan bitta bo'ldi. 10 tadan bitta bo'lgan momentda bu keyin 4 soat, 5 soatdan keyin obratni kelishni boshlaydi. Endi texnika qanday bo'ladi? 15 minutlikdan 1 soatlikda oralig'ida bo'lgan time framelarda holat qidirasizlar. 15 minutlikda mana bu yerga kelganda 15 minutlikdan pastda sizga marabozami, engulfingmi va hokazo qilib bersa, bu yerda lojli harakat bo'layotgan bo'ladi. Siz stop berishingiz ko'payib qolishi mumkin imkoniyat. Demak, stop qo'yish texnikasi mana shu holatda. Bularga tegishli bo'ladi, ularni matnini ko'rsatamiz. Ushbu holatda stop qo'yish texnikasi bu yerda qaranglar. Oddiygina 50 va 61.8 zonani kirish tochkasi hosil bo'lgandan keyin kopirovka qilasizlar kanal sifatida. 61.8 bilan urovingga qo'yasizlar, mana shu stop zonasi bo'ladi. Ya'ni o'zini o'rinini oralig'ini kopirovka qilib pastga qo'yasizlar, minimal stop loss zonangiz bo'ladi yoki da umuman biznes ishlamoqchiman degan ikkinchi holatdagi trendlarda 100 dan pastga qo'yib qo'yinglar. Bu baribir orasini kopirovka qilganingizda xuddi shuncha yuraveradi. Ya'ni birga uch, birga 4 satnashini eng kamida yurib bergan holatlari bo'lgan. Lekin men har doim bu yerdan savdoga kirdingizmi bitimga, stopingiz minimalmi? 0 ga yetganda fiksatsiya qilinglar deyman. Ya'ni qisman fiksatsiya. Bitimni ayrim miqdorini yopib qo'yinglar. Bu naqd. Oldinglar bozordan, chiqdinglar, kutib turdinglar, obratni yana bitta zahot bersa, qo'shimcha zahot keltirasizlar. Demak, bu oddiy klassik trend holatda tushunchasi ila chizma sifatida bo'lyapti. Ikkinchisi mana bu holatda hamma biladi, bu holat juda ko'pincha hosil bo'ladi. Narx tushib keladi, tushib kelgandan keyin ayrim bir hududda yoki bu yerda tushuvchi bo'ladi tushunmayman. Ayrim bir hududga kelgandan keyin bu model hosil bo'ladi. Siz kiraymi yo'qmi deb ikkilanib o'tirasiz. Nimadir fakt keladi, davay kir degan, zilgani osh degan. O'sha sizga qanaqadir o'zingiz shaxsiy uslubingiz bo'lib qoladi. Bu yerdan bay kirishni o'rniga men sabr qilib kutaman. Minimumdan maksimumga Fibonacci'ni tortaman. Fibonacci'ni tortganimdan keyin 50 va 61.8 o'rniga zonamni belgilab qo'yaman. Zonamni belgilaganimdan keyin bo'ldi, vaqtga ahamiyat beraman. Ya'ni razvorot qachon hosil bo'lyapti? Sразу 1 soat ichida qaytyaptimi? Demak, полностью fokusim qaysi time framelarda bo'ladi? 15 minutlikdan pastki time framelarda bo'ladi. Narx yurib, obratni 3-4 soat ichida qaytib kelyaptimi? Fokus demak 15 minutlikdan yuqorida. Mayda time frameda kirsak bo'ladi-ku, holat berib ko'rsatsangiz, bu nasxo'ylik improvizatsiya bo'lib qoladi. Ko'p miqdorda holat lojni qildi deb stop berishlaringiz mumkin va strategiyadan soviy boshlaysizlar. Ishlamayapti-ku degan narsa bo'laveradi. Shuning uchun kitobiy tarzda o'zini qanaqa o'rgangan bo'lsa-da, xuddi shuni ishlatishga harakat qilishimiz kerak. Buy varianti ham xuddi, sell varianti ham xuddi shunday, time frame ahamiyati ham xuddi shunday. Agar o'suvchi variant bo'lganida edi, biz nima qilgan bo'laydik? Xuddi shu navoroti figoni tushuvchi bo'lsa tepasidan pastiga va sell pozitsiya qidiramiz. Birinchi variant edi, men uchinchi variantga o'tkazdim. Engulfing shami, poglashение deyman. Demak, bu ham kutilgan ayrim bir hududlarda, o'rvindami yoki order hududingizda yoki va hokazo hududlarda hosil bo'lsa, xuddi shunday ishlatasiz. Bu yerda bitta narsaga ahamiyat berish kerak. Hozir misolni ko'rsataman, ikkinchi yarmida kompyuterga qo'yilgan ko'p misollar ko'rsataman. Lekin hozir tushuncha berib o'tganman, savollar tug'ilgan. Bichisicha o'sdi va yutib yuborgan sham o'zidan primерно 20-30% farq qildi. Men foiz ahamiyatiga juda katta e'tibor beraman, o'sha qo'y. Bunda tak, o'zimizda demak, foiz ahamiyati.
o'zidan yutib yuborgan 20-30% farq qilyapti. 90% sovchida bu akkuratni ishladilar. Ya'ni ложный xarakterli qilmaydi, teparoqqa chiqmaydi va hokazolar. Ideallar bo'lmaydi unaqa. Agarda bu 50% bu o'zidan oldingisini tanasini yutib qolsa, bitta narsaga ahamiyat berish kerak-da. Tushuncha ham to'g'rimi? Maksimumdan minimumga fibo tortganingizdan keyin 50 va 61.8 zona sel zona hisoblanadi. Va bu tasavvur qiling 50% yutgan. Siz bitta hit-rehod qilasiz. O'zidan oldingi bitta sham bo'lsa, sami maksimum hosil qilgan, o'shanga fibo tortib, ya'ni bu yerda kirish tochkasi bo'lsa, stop loss o'shani hududida bo'ladi. Uni ham keyin ko'rsatib o'tamiz. Demak, bu MFG strategiyasiga ba'zi ma'lumot, ya'ni chizma sifatida ko'rinishi edi. Demak, keyin bu yerda misollarni ko'rsatib berilgan, oddiy trend tuzilish holatida. E'tibor bergan bo'lsak, trend u yoqdan kelgan. Prosta grafikka ozgina sig'magani uchun bular hozir ko'rsatdilar. Minimalni tortilib kelyapti. Praboy bo'lgan hududda birinchi sham yopilishini kutdik, soya bilan chiqdi, to'g'rimi? Bay kirganlar bu yerda sразу qo'rqishni boshlaydi, bitimni obratni kelyapti, razворотga selga kiradi, yana bayga kiradi, bu yerda xato bo'lib ketadi. Shuning uchun точно faktor kerak. Qanaqa faktor? Praboy, oddiy, klassik, boshqa narsalarga e'tibor bermaylik. Praboy bo'lgandan keyin tanasi bilan soya ahamiyatga ega emas. 70% dan yuqorida yopildi va bunga Fibonacci tortdim-u, bayga ham kirganim yo'q. Kutib o'tirdim, obratni keldi. 4-5 soatdan keyin kelyapti. 15 minutlikdan bu yerda vaglashение bo'lgan va hokazo. Agarda time frame ni o'zgartirmasdan vaziyatni propustit qilgan bo'lsangiz, switchnoyda hamma biladi, to'g'rimi? Trevora degan narsani bilasizlar. 3 ta shamdan keyin razворот, oddiy narsa bu, hamma narsada ko'rsatilgan. Demak, Trevora deganda bu yerda sizda aynan MFG uruvingizga kelganda normalniy foyda olib chiqib ketish imkoniyati qanaqa bo'lyapti? Trevora va propustili moment поглощение bo'lib qoldi, yana engashlik bo'ldi. Mana kech kirdim deb qolib ketgan mana bu vaziyatingizni ham sizga ikkinchi imkoniyat yaratib beradi. Buni o'ziga ham bu hosil bo'lgan hududga ham maqsad bo'ladi. Fibo tortsangiz 50 va 68 o'rinda yana bitta shans beryapti. Ya'ni uvereniz сделкani ushlab turishingiz mumkin. Va o'zimni bitta sirlarimdan bittasi, aka take profitni qancha vaqt ushlaysiz? YouTube kanalimda hozir tushuntirib o'tgan edim. Buni olib kopirovka qildik. Kopirovka qilganimizdan keyin asosiy tekshirda bo'ladi, shu yerda bo'ladi, yoki-da siz kirgan nuqtadan boshlab necha soat kutamiz, nima bilganlar? 4 soat. Time frame 1 soatlikda bo'lsa 4 soat kutamiz. Agar 15 minutlikda kirish tochkasi qilgan bo'lsanglar, qancha kutamiz? 1 soat kutamiz. Demak, 4 ta sham qonuni bor. O'zimiz bozorda o'rganib chiqqan sistemamiz bo'ladi. Demak, oddiygina bitta misol edi bu. Bu birinchi yarmiga bo'ladigan tayyorlagan narsalarim edi, materiallar. Ikkinchi yarmida iloji boricha ko'proq ko'rsatishga harakat qilamiz. Demak, klassik qanaqa holatda? Trend holatda oddiygina. Praboyda tanasini buzishiga ahamiyat berish va kirgan bo'lsangiz stop lossni o'rnatdingiz, foyda olindi. O'rtacha hisobda yurgan bo'lsa, agar siz bu muhitdan ochgan bo'lsangiz, asosiy signal bo'lsa, nechta sham yurib boryapti? 1 2 3 4 baravar 4-chi sizga take profit zonangiz bo'ladi. Buni ham o'zlaringiz uchun birinchi yozib qo'ysalarsizda, masalan, har bitta aytgan narsalarimni borganda ko'rsanglar, masalan, aytsalar bo'ladi-da, brat, bu aytgan narsang boshqa ishlamayapti deb yozib qo'ysanglar bo'ladi, lekin ishlaganini ko'rasizlar. Bozor qonuni bu tajribadan asoslanib kelgan. Demak, birinchi yarmda bizda hozir ozgina ko'p brekcha bo'ladi, ozgina damcha olamiz. Boyna aytib o'tgandek, speakerlik birinchi marta debut bo'lyapti. Salgina dam olib, keyingi davomni davom ettiramiz. Hozir bo'lmasa, ozgina tanaffus. Rahmat.